Bugungi video darsimizda 52-topik bir imtihoni ilgi testi 34 dan 39 gacha ko'rib chiqamiz. Namuna. Xo'p. Namuna bilan o'xshash bo'sh joyga mos tushadigan to'g'ri javobni toping. Namunani ko'radigan bo'lsak, Tanoril morimniyda. Tano degani so'z. So'zni morimniyda bilmayman. Bir nima chatsimniyda. Chatda qidirmoq, izlamoq. Angon ko'zoynak, subak tarvuz, sajon lug'at kitob, chigap hamyon. Shunda lug'at kitobdan qidiraman bo'ladi, izlayman bo'ladi. Javob 3. Bu namuna edi. Demak, 34-testimiz 2 ball berar ekan. Cho'nin Michael imniyda. Men Michaelman, ya'ni odamning ismi Michael bo'ladi. Miguk bir nima vassimniyda. Amerika kelganman. Ya'ni Amerikadan kelganman deyish uchun dan grammatikasi bu eso bo'ladi. Otga qo'shilib dan ma'nosini anglatadi. I gapdagi egani ifodalaydi, tarjimasi yo'q. Mana buni o'qilishi e yoki ye bo'ladi. Asli i harfi, lekin grammatikada e ye. Tarjimasi ning. Hago degani va bilan ma'nosida keladi. Va bilan. Shunda bizda to'g'ri javob 3. 35. Pega kopimniyda. Pega kopida degan so'z qorni och, ya'ni meni qornim och, nuqta. Bir nima ekamniyda. Ga boraman. Inheng bank, Shiktan oshxona, Ucheguk pochta, Yohengsa degani sayohat firmasi, sayohat agentligi bo'ladi. Qorni och odam oshxonaga boradi. Javob 2. 36-testimiz. Chonin sagva cho'siril choamniyda. Ya'ni men olma sharbatini choamni yaxshi ko'raman. Ko'reso. Shuning uchun bir nima mashinada ichaman. Chaju tez ama balki cheyil eng akka saloldi. Shunda bir bo'ladi. Tez ichaman mos tushadi. 37. 3 ball berar ekan. Tosogvan imniyda. Ya'ni bu yer kutubxona. Chegi aju bir nima. Kitob juda ko'p deyishimiz kerak. 2 bo'ladi. Kitob juda ko'p joy, bu kutubxona. Javob 2. Xo'p. Nol simniyda, ya'ni nolta degan so'z keng ma'nosida keladi. Nolpta yoziladi, lekin p talaffuz qilinmaydi. Nolta. Shivip simniyda. Shivipta degan lug'atimiz oson. Chalta, ya'ni chal simniyda, kalta qisqa. Javobimiz 2 ekan. 38-testimiz 3 ball beradi. Kiril morimniyda, ya'ni kil degani yo'l. Tikka i bilan yozilsa yo'l ma'nosini anglatadi. Mana bu yo'l, lekin yotiq i bo'lsa bu matn ma'nosida keladi. Matn. Demak, yo'lni bilmayman. Saramdiregi. Ega degani holatga qarab ga yoki dan deb tarjima qilinadi. Odamlardan so'rayman yoki so'rab ko'raman. Chumniyda bermoq. Pamniyda sotmoq, ya'ni palda sotaman. Yorihamniyda qo'shiq aytmoq. Muropomda so'rab ko'rmoq, ya'ni so'rab ko'raman. Javob bizda 4 bo'ladi. Keyingi testimiz oxirgisi 39, 2 ball berar ekan. Tongsenge Kyoronshik imniyda. Mana o'sha grammatikamiz. O'qilishi e yoki ye. Tarjimasi ning bo'ladi. Ya'ni ukamning Kyoronshik to'y marosimi Kajoktiri hamke sajinil chikta bo'ladi. Ya'ni oilamdagilar birga sajinil chiktani birga yodlaganmiz. Ya'ni bitta qilib yodlaganmiz. Xo'p, rasmga tushmoq bo'ladi. 3. Rasmga tushmoq. Oilamdagilar birga rasmga tushamiz. Mannada uchrashmoq, pillida qarzga olmoq, ijaraga olmoq. Ya'ni mana bular qo'shib o'qilinsa pillimniyda, mannamniyda bo'ladi. Chiksimniyda rasmga tushmoq. Peumniyda, ya'ni peuda degan so'z o'rganmoq. Javobimiz 3 bo'lar ekan. Xo'p, yaxshi tushuningizga umid qilaman. Shu joygacha bo'ladi bugungi videomiz. Salomat bo'ling.